Do'stlar, assalomu alaykum hammaga. Brahma tovuqlarimiz sotuvda. Xo'p, 6 dona Brahmamiz bor, 2 dona sarig'i, 4 dona qorasi, bitta xo'rozi bor. Undan tashqari Lominsindi firman tovuqlari ham bor. 2 donagina qolgan o'zi. Manzil Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidamiz. Hammasi tuxumda tovuqlar. Xo'p, ularni sal yaqinroqdan ko'rsatay. Mana xo'rozimizning bitta aybi ham bor. Bitta ko'zi shishib qolgan. Lekin sog'lom. Bunga noto'g'ri ukol urib qo'yganimiz hisobiga bitta ko'zi ko'rmay qoldi. Lekin optimga, undan tashqari o'sha sarig'imizning bittasi do'stlar bu yoqda kurk bo'lib yotibdi. Hali tagiga tuxum bostirilmagan. Tagida tuxumi yo'q. O'zi kurk bo'lib qolgan. Hammasi bir joyda kurk bo'lgani-yu, xo'rozi-yu, makiyoni bitta joyga olaman deganlarga 250 ming so'mdan qilamiz. Lominsindi tovuqlarimizda 25 ming so'mdan qilib beramiz do'stlar. Mana. Bular ham tuxumda. Bular ham tuxum tug'yapti. 25 mingning 2 dona bor. Kimga kerak bo'lsa, Brahma tovuqlar bemalol aloqa chiqaringlar. Hammasi sotiladi. Narxlari 250 ming so'mdan do'stlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.